Rahmat domla, mazhab va uning zarurati haqida o'ylaymizki, yetarlicha shar'iy dalillardan tinglovchilarimiz guvoh bo'ldi. Domla yakuniy qismida agar siz yoshlarimizga bitta tavsiya berishingiz kerak bo'lsa, yoshlarimizga nimani tavsiya qilgan bo'lardingiz? Tavsiya qilganim ilm olishsin. Tartibli tarzda ilmga ega bo'lishsin va bitta tez xulosa chiqarishmasin bir yangilik kelgan vaqtda. Bir yangilik quloqlariga yoqadigan, bir yangilik gap eshitiladigan bo'lsa, jimjimador bo'lishi mumkin. Masalan, bu Qur'onda bunday, bular bunga xilof qilyapti. Hadisda bunday, bu biz domlalar uni olmayapti degan narsani eshitsa, darhol xulosaga kelishmasin. O'rgansin. Insof ko'zi bilan qarasin. Faqat masalan o'sha mazhabga oid manbalardan mazhabni imomlarining so'zini eshitib xulosa chiqarishsin degan narsani misol majbur emas hech kim bunga. Asli shunday qilsa o'ziga tinch. Lekin boshqa odam bir fikr eshitganda ikkalasini eshitib ko'rsin-da, insof bilan eshitib ko'rsin. Insof bilan o'rganib ko'rsin. Yuqorida aytib o'tdik, tarixiy jarayonlar, ulamolarning hayotlari, bu boradagi ilmlar har xil mana shu narsalarni o'rganib ko'rishga harakat qilsin. Yoki o'rgangan haqiqiy nima deydi? Haqiqiy ishonchli sanadi bor, ustozi bor, shu yo'lda bardavom kelayotgan, ilm bilan kelayotgan ulamolardan bu masalaning yechimini so'rab ko'rsin. Agar bir qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir ularda savol tug'iladigan bo'lsa, shunda o'zlarini izlagan narsani topadi ular. Nima yangilik bo'lsa, nima yangi so'z bo'lsa, quloqlariga chiroyli qilib yetkazilsa, mana shu to'g'ri ekan deb ketish emas. Balki nima bo'lish kerak? O'qish, o'rganishlikni, ilmni ziyoda qilishdan harakatida bo'lish kerak bo'ladi. Mana shunda inshaalloh to'g'ri yo'lda bo'lamiz. Hamma ishlarimiz ham joyida bo'ladi.